Barchalarga salom bolalar, sizlar bilan Freezy Pavagan bolalar. Bugungi rolikimiz buldiropda yana OPG siqib ko'ramiz. Necha yuz chiqarishni ko'ramiz. Hozir biz 3000 ta bulkoinga balans to'ldirib oldik. Qanaqa qilib balans to'ldiraman desanglar bolalar, bu yerda menyuni bosasizlar, sal pastroq yuksaklar hisobni to'ldirish bor bolalar. Bosasizlar va bu yerda bank kartalari bor. Mana shuni bossanglar, agar sizlarda UzCard hukumatdan to'ldirmoqchi bo'lsanglar, mana Freezy 20 deb yozsanglar bolalar, sizlarga 20% shotinglarga qo'shib beradi. Ya'ni misol uchun sizlar 100 ming buldiropga donat qilmoqchisizlar, sizlarga 616 bulkoin beradi. Agar Freezy 20 desanglar 762 bulkoin qo'shib beradi. 150 bulkoin qo'shib beradi. Bu vashshe zo'r bolalar. Misol uchun 98 ta bulkoin o'zi 60 USD bo'lsa, sizlarga 60 USD qo'shib beradi va yana qo'shimcha bulkoinlar qo'shib beradi va yana sizlar bolalar tepalik deb yozsanglar ham 20% qo'shib beradi. Freezy deb yozsanglar ham qo'shib beradi. 3 ta promo kod 20% li o'zimniki bolalar, bemalol teleshinglar mumkin. Xo'sh, bu yerda vizalar bor, bank kartalari, UzCard bu yerda, Click bor, bu yerda Paynet bor, Steam bor, skillar sotsanglar bemalol tashlashingiz mumkin. Bu yerda kriptovalyutalar bor. Bolalar O'zbekistonda ssilkani bossanglar, bu yerda har xil davlatlar bor. Qaysi kartalar bo'lsa, o'sha davlatnikini xullas tashlay olasizlar. Bolalar buldiropda qanaqadir muammo bo'lib qolsa, mana shu yerda yordam bor, bemalol gapirishingiz mumkin. Bu yerda har xil tillar bor. O'zbekcha bo'lsa, bu yerda Rossiya, ingliz, O'zbekiston. Xo'sh, mayli bolalar. Keyin qanaqa qilib yushib chiqasa olaman deganlar uchun menyuni bosasizlar, sal pastroq yushishinglar bolalar. Bu yerda yushib chiqarib olish bor. 98 tasi 60 USD bo'ldi. USD chiqarib olishni bosganinglardan keyin menyuni bosasizlar va shaxsiy kabinetga o'tasizlar. Bu yerda chiqarib olishlar bor. Ko'zni bosasizlar, nuqtalashni bosasizlar, midas bo'yiga o'tasizlar bolalar. Xo'sh, mayli bolalar. Bu yerda o'yinlar bor. Ko'rishingiz mumkin. Sapyor, minora, krash, g'ildirak hamma o'yinlar bor. Men sizlarga hozir ko'rsatib beraman qanaqa o'ynashni bolalar. Masalan, sapyorga o'tdik. Mana 5 qilamiz bolalar. Ikkita qilsa, mana bu yerda уже bir bulkoin foyda bolalar. Keysga qaytamiz bolalar. Shunda bitta narsani tushuntirib o'tamiz bolalar, ko'pinchalar tushunmayapti. Bu pastga o'tamiz bolalar. Bu yerda bu pas ham bor. Hozir ko'rsataman. Bu yerda bu pastda bolalar zadaniyalar bor. Keyslar ochsanglar ham qo'shib beradi. Bu pasinglar mana 40. Mana bu yerda tekinga qimmat narsa olsanglar bo'ladi. Pabokka olsanglar bu yerda bitidan pabok emas, standoff, case 2, Roblox, Genshin Impactlar bor bolalar. Mana bu yerda zadaniyalar bor. Xullas, o'zingizlar jumoldinglar bolalar. Bu yerda chat ham bor. Chatda bossanglar, bu odam bilan gaplasha olasizlar. Odam bilan gaplasha olasizlar xullas. Xo'sh, bolalar, videoni oxirigacha qo'yinglar, qiziqarli bo'ladi. Birinchi bo'lib biz bolalar shuna bitta narsani tushuntirib olaylik. Bu yerda Telegramda tekinga keyslar bor. Kuniga ocha olasizlar bolalar. Telegram bilan bog'lab kuniga keys ochsanglar bo'ladi. Kontakt ham bor. Kanaliga obuna bo'lishingiz kerak. Xo'sh, mayli bolalar, keysga open case qilamiz hozir. Birinchi bo'lib bizda hozir kam bulkoin bor. 8100 olib chiqib ketmoqchimiz bolalar. Gaz 10 talik. Xo'sh, yomon, yaxshi. Voy, 74 bolalar. Mayli, yana bitta ochamiz. Keyin bu yerda tishlar bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar tushuntirib o'taman bolalar. Yana yedirdi. Yo'q, yedirmadi, yaxshi. Mashi ham aklovchisi yaxshi keys ekan bolalar. O, yaxshi bolalar. Yaxshi. Bu yaxshi. Gaz yana bolalar. Yana ochib ko'ramiz. Voy, 838. Tez ochishni bosamiz bolalar, nima tushishini hozir ko'ramiz. 5000 deb bersam atak. Uy, yaxshi, 400 ta plus atak. Bizga tishlar ham beryapti bolalar. Sirazi boshqa keysga o'tamiz bolalar. Kecha streamda bolalar ko'rgan bo'lsanglar, 80 ming talik avtomobil tushirdim. Vashshi ko'p UC ishladim, ishoninglar.
Keyin bolalar Telegramga o'tib qo'yinglar, kommentariyada bo'ladi yoki opisaniyada bo'ladi bolalar. O'tib oringlar, tekinga promokodlar tarqatib turaman. Har xil qiziqarli narsalar bo'lib turadi Telegramda. Tak bolalar. Endi Poseidondan 5 tali ochib ko'ramiz, nima tushishini sizlar bilan birga ko'ramiz. O'zi 5 taga yetar ekanmi bolalar? 4 tali gaz bolalar, tishlar ham beradi. Bolalar men tishlar bo'yicha 4-o'rinda turibman. Nima deb o'ylaysizlar? Oshib ketamanmi yo oshib ketmayman? Yomon minus berdi. Xo'sh, ketdi bittalik. To'g'ri, ovoz o'chirib qo'yaylik. Bo'ldi, ovoz o'chirib qo'ydik bolalar. 234 yana minus. Bitmayapti. Qaranglar bolalar. Poseidon almashtiruvchi bor bu yoqda. Bosasizlar. 28 mingta bor bu yoqda. Almashtirishni bosasizlar bolalar. O'rtan tanlaymiz bolalar. 3 mingta yaxshi. Mana ko'rasizlar bolalar. O'zimizning balansimizni qaytardik уже. Yaxshi, o'zimizning balansimizni qaytardik. Men bu dropda 4-o'rinda turibman. Nima deb o'ylaysizlar? 1-o'ringa chiqa olamanmi yo chiqa olmaymanmi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Atlantidadan 10 taliga yetarkanmi? Yo'q, 5 tali gaz bo'ldi. Nima tushayotgan? Bersa ham yaxshi beradi foyda. Voy, mana qaranglar, mana bu yaxshi. Qanaqasiga? Обновление qilish kerak edi. Keyin bolalar qanaqa keys ochiy yozib qoldiringlar kommentga. O'sha keysni keyingi videoda ochib ko'ramiz. Ochib ko'raman deganim. Tak, 10 taliga yetmaydi. Yana 5 tali ochamiz, nima tushar ekan. Voy, men mashinadan o'tib ketganini qaranglar. Mashinaga bitta qoldi. Yaxshi, plus 3000 ta, 1000 ta plus, 1000 ta bulcoin plus. Voy! Yedirdi. Yetdimi, yedirdi deb. Tak, gaz yana bitta yaxshi beraversang 10 tali ochardik. Voy, hammasi mifitskiy. Yaxshi. 10 tali bolalar, qani nima tushar ekan? 10 talida gaz nima tushar ekan? Voy, men Bugatti tushgandim. Voy, minus bolalar. 5000 ta. O yaxshi, plus tishlar ham beryapti bolalar. Tishlar beryapti zatto. Voy. Bu yog'iga bu yaxshi 406 tushib berdi. 7000 ta. Yaxshi beryapti. Bitta minus bersa bu yoqdan qochamiz bolalar. Boshqa keysga o'tamiz. Yaxshi. Tak, o'sha bizda 8100 bor bolalar. 3000 ta bulcoinni 8100 qo'yamiz. Voy, endi yedirma. Yedirdi bolalar. Sirasi boshqa keysga o'tamiz va 7000 ta. Ha, bizda hali beri tishlar bor. Tak. Bolalar, hozir boshqa keysga o'tamiz. Xo'sh bolalar, biz suv parisida, to'xtab turinglar. 399 dan 10 tali ochib ko'ramiz, nima tushishini sizlar bilan birga ko'ramiz. Bu keys omadlimi yo omadsizmi? Yaxshi, mifitskiylar tushib beryapti. Yaxshi. 4000 ta to'xtab. Yaxshi. Foydadamiz bolalar. Tak, mifitskiy, men ultimate tushib berganimdan dahshat bo'lardi. Voy! Bolalar qaranglar. Bugatti tushdi. Mamma tushib berdi. Bugatti dedim-mi? Bugatti-yu. Yaxshi bolalar. 4000 ta turardi-ya, tushunsam. Da 4000 ta 0.14% bolalar. Omadda qaranglar, omadda. Tak, 8000 ta. Voy, 8000 ta g'oz bilan sotamiz bolalar. Menyuni bosamiz. Shaxsiy kabinetga o'tamiz. Voy, qaranglar nima tushganini bolalar, hammasini sotish 8000 ta va ishi bor. Xo'sh, bolalar, biz endi 8100 ni chiqib olamiz. Hammaliga xayr bolalar, sizlar bilan Freezy Pub'im bo'ldi.
8 voy necha yuz bu? Voy. Hammalarga xayr bo'ldi. Sizlar bilan Freezy Pavgim. Videoga like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin, bolalar. Stream ham qilib turamiz.